talabalari o'rtasida. Bugun Buxoro muhandislik texnologiyalari instituti talabalari o'rtasida so'rovnoma o'tkazamiz. ketdik. Assalomu alaykum aka. Na mehr qoldi, na hurmat qoldi. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. So'rovnoma o'tkazamiz. Xo'p, siz o'qiysizmi texnologikada? Ha, o'qiyman. O'qiysiz. Ishlamaysiz biror joyda. Ishlayman. Nima ish qilasiz? O'qishdan tashqari yoki doim? Tashqari Xorazm uzoqdan o'tirsa, Damazotda ishlayman. Oho, Damaschilar, bitta like bosib qo'yamiz. Ishlayman. Ishlaysiz, qaysi sohada ishlaysiz? Elektromontaj. Zavodda ishlaymiz. Ha, zavodda. Zarafshonda. Yo'q, o'qiymiz faqat. Faqat o'qiysiz. Bir oyda qancha pul topasiz? 4,5. Bir oyda 4,5 million topasiz. 4,700. 4 million 700. O'rtacha bir 7-8 million topaman. 4,5 milliondan bir oyga qanchasini kiyinish uchun sarflaysiz? Kiyinish uchun qancha pul sarflaysiz? O'rtacha. O'rtacha endi 500 ming atrofida. 500 ming atrofida. Kiyinish uchun va har sezonda 1 millionga kiyinamiz. O'rtacha qancha sarflaysiz? Har sezonda 1 millionga kiyinasiz. Kiyinish uchun 700 ming, 600 ming, 700 ming. Endi ko'p emas, shu 1 million 500 ming shunaqa. 500 mingdan 1 milliongacha kiyim olasiz demak. Yaxshi. Keyingi savolimiz standart erkaklar kiyim do'konini eshitgansizmi? Ustimdagi mana shu shim standart erkaklar kiyim do'konidan qancha pul turadi deb o'ylaysiz shu shim? Bilmadim. Taxmin qilib ko'ring. 200, 300. 200, 300, Bitta 200 ming. 200 ming, 200 ming. 200 ming. Ko'ring-chi, necha pul ekan. Bunlar xatiga 149 ming deb qo'ysam, Standart erkaklar kiyim do'konidan narxlar yil bo'yi bir xil o'zgarmas narx, lekin sifat juda ham yuqori. Mana bu sovg'a sizga qatnashganingiz uchun, so'rovnomada qatnashganingiz uchun mana bu sovg'a sizga. Mana bu sovg'a sizga ham so'rovnoma qatnashganingiz uchun. mana bu sizga. Obuna bosinglar, like bosinglar, komment, bang qiladi. To be my new thing.